Al felaket. Assalomu alaykum dada. dadajon. Kim kavushimni orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deyman. Men dadasi. Salyonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Forillatmasdan yech. Chapillamasdan ye ovqatni. Hop. Ikki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapillama kuchuk, chapillamang. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelibdi. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyapman. Qayda juribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni taktire geldim. Gelik dedikte, zojildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? Uni agar ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yman, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.